tahoratxonaga kirish ham bitta munosabat. Boshqalarni ko'raylikchi, tahoratxonaga kirganda nima qilishadi? Hech gap yo'q. Popra chekadi, o'qiladi, bu qiladi. Kiradi tahoratxonada, nima bo'pti? Nima bo'pti? Lekin ko'p odam shikastni shu tahoratxonada ko'rishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Ko'pchilik qo'rqoq bo'lib qoldim, falon bo'ldim, piston bo'ldim, u yerim uchyapti, bu yerim tushyapti deganlar ko'pi tahoratxonada bo'ladi. Nima uchun? Chunki u yer iflos joy, chiqindilar bor joy va jin shaytonlar o'sha yerni yaxshi ko'rishadi, shu yerda to'planishadi. Shuning uchun tahoratxonaga kirayotganda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom A'udhu bi kalimatillahi tammati minal xubusi val xabaisi deb kirganlar. Xubus degani erkak jinlar degani. Xabois degani urg'ochi jinlar degani. Bularni hammasidan Allohdan panoh tilayman deb chap oyog'ini oldin qo'yib kiradi. Bizda shunaqa poklanish kerak bo'lgan iflos boshqa ishlarga, boshqalarga chap taraf nima qilingan, tayin qilingan. Chap oyoq, chap qo'l, chap taraf shunaqa ko'ngilsiz narsalarga. Pokizalik, ozodalik, xayr, baraka, yaxshi niyat o'ng tarafga. Ana chap oyog'ini oldiga qo'yib kiradi. Bu yog'i xalo odoblari kitoblarimizda hammasi nima qilingan? Aytib o'tilgan, unga rioya qilinadi. Ana yana qaytib chiqayotganda o'ziga yarasha uni ham duosi bor. Unda g'ufronaka deyiladi. G'ufronaka degani Allohim men sening mag'firatingni tilayman degani. Chunki xaloda bo'lgan paytda odam zikr qila olmaydi. G'aflatda qoladi. Uni ustiga halidaqa holatlar bor, jin bor, shayton bor, boshqa bor. Ana o'sha paytda ba'zi bir g'aflat holati sodir bo'lib qolgan bo'lsa, mendan zikr qila olmay kamchilik o'tgan bo'lsa, o'zing meni mag'firat qilgin degan bo'ladi. Mana shu holat. Endi kim xohlasa boshqa millatlarni ko'rsin, shu ma'noda nimasi bor? Hech narsasi yo'q. Bizim mukammal ummatligimiz mana shunda. Biz mukammal ilohiy ta'limotni odamlari ekanimiz, ergashuvchilari ekanligimiz, baxtli, saodatli ekanligimiz mana shundadir. Mana shu holatni demak biz yaxshi bilishimiz kerak. Bolalarga ham o'rgatish kerak. Multfilmlar bor. Tahoratxonaga borsa eshik ochilmaydi. Nimaga ochilmayapti desa, duosini o'qimasang ochilmaydi deydi. Keyin duoni yozadi, o'qisa eshik ochiladi. Bolachalarga shunaqa qilib o'rgatishgan. Chiqayotganda ham haligi gap. Multfilmda qilib qo'ygan sunnatni, duoni o'rgatadi bolalarga. Bolalar shunaqa qilsa oson o'rganishadi.